Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Zayd ibn al-Harisa roziyallohu anhu Suda binti Salaba o'zini Man qabilasidan bo'lgan qarindoshlarini ziyorat qilish uchun o'zini yerini tark qilar ekan, o'zi bilan birga yoshgina Zayd ibn Harisa al-Kabi kichkina o'g'lini yetalib safarga chiqdi. Ular ana shu qasd qilgan qabilani yerga yetgunga qadar yo'lda ularga Al-Qayn degan qabilani odamlari hujum qildi. Ular bilan jang bo'ldi, safarda bo'lgan odamlar bilan va ularda asir yoki cho'ri qilib olib ketishdi. Ushlanib asir qilib olib ketganlarning ichida ana shu 8 yoshlik Zayd ibn Harisa ham bor edi. Uni olib borishdi va arablar Shahrul Harom bo'lgan oylarda yig'ilib o'tkaziladigan katta ukkoz bozoriga olib borib Hakim ibn Hizom Huvalid ismli kishiga 400 dinar dirhamga sotib yuborishdi. Ozod tug'ilgan yosh yigitcha qulga aylandi. Hakim ibn Hizom uni Makka ga olib bordi va o'ziga unga qo'shimcha boshqa bir yosh bolalarni oldida qul qilib ularni sotib oldi. Hakim ibn Hizomning xolasi bo'lgan yoki opasi deydigan opasi Hadisha binti Huvaylid roziyallohu anha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayollari uni ziyoratiga borganida, "Ey xola, ey opa" dedi, "Men ukkoz bozordan bir qancha pul bollarni sotib olib keldim. Ko'ring, yoqtirganingizni sizga hadya qilaman. Sizni qulingiz, sizni xizmatchingiz bo'lsin." Hadisha onamiz ana shu qul bollarning ichidan qarab turib, yuzida boshqalardan ko'ra bir aql farosatli alomat ko'rinib turgan kichkina Zaydni tanladi va o'zi bilan olib ketdi. Shu suratda Hadisha onamizning qo'liga Zayd ibn Harisa qul bo'lib o'tib qoldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Hadisha onamiz turmush qurganlaridan keyin Rasululloh bo'lgan muhabbati ziyoda bo'ldi va Rasulullohning bir ko'nglini ovlashlik uchun, u zotni bir hadya qilishlik uchun o'zida bor narsalarni bir qator ko'zdan kechirdi va o'zida bor bo'lgan narsalarning eng yaxshisi mana shu Zayd ibn Harisa ekanligini topdi-da, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xizmatiga soldi va Rasulullohga Zaydni hadya qildi. Shunday qilib Muhammad ibn Abdullohga Zayd ibn Harisa qul xizmatchi bo'ldi. Zayd ibn Harisa mana bilamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lgunga qadar ham go'zal axloq, go'zal bir shamoil egasi bo'lgan. Shu sababdan u zot payg'ambar bo'lmasdan turib o'zini qavmida Muhammad Sodiq, Muhammad Amin degan laqablarni olgan edi. Ishonchli Muhammad, rostgo'y Muhammad. Rasulullohning axloqi nihoyatda go'zal bo'lgan. Hadisha onamizni quli Maysara, mana bilamiz Hadisha onamiz juda katta bir boy ayol bo'lgan. Qo'lidagi tijorat mollarini yoki pulini ishonchli bo'lgan Qurayshda ko'zga ko'ringan ishonchli bo'lgan odamlarga bir qismini berardi-da, sheriklikka, muzorabaga pul berardi. Rasulullohga turmushga chiqqunga qadar ham payg'ambarimizni go'zal axloq, omonatdorligini eshitgandan keyin o'zining pulidan bir qismini Rasulullohga berdi va Shomga safarga jo'natdi. O'zi bilan birga Maysara ismli qulini ham qo'shib beradi. Rasulullohga borib kelishligi nihoyatda bir barakotli bo'ldi tijorati va Maysaraga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam go'zal axloq egasi ekanligi ma'lum bo'ldi. Hadisha onamizga aytib berdi. Ana shu go'zal axloqni Zayd ibn Harisa ham ko'rdi va payg'ambarimizga muhabbatda qattiq bo'ldi. Zayd Muhammad alayhisalom hali payg'ambar bo'lmasdan turib, u zotning qo'lida xizmatda turar ekan, ota-onasi Zaydning ota-onasi nihoyatda bir g'amda, qayg'uda edi. Otasi Harisa juda ko'p qidirishlikka vaqtini va molini sarf qildi. Ularning qabilasiga kelgan har bir yo'lovchidan yoki savdo karvonlaridan o'zining o'g'li haqida so'rar edi, lekin hech bir darakni topa olmadi. Na tirigini, na o'ligini. Zayd ibn Harisa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xizmatda qilib Makka ga yurarkan, haj mavsumida Zaydning qabiladoshlari haj qilgani kelishdi Makkaga. Ka'bani tavof qilayotgan paytda Zayd ibn Harisa bilan yuz-yuz to'qnashib qoldi. Bir-bilan tanishdi, bir-biridan hol-ahvol so'radi va Zaydning Makkada qul ekanligidan xabar topgan qabiladoshlari ana shu o'zini Zaydning qabilasiga bordi, otasiga xabar yetkazishdi. Zaydning otasi Harisa o'zining akasi Ka'bni yetaladi-da, shoshilganicha uxlab-uxlamasdan Makka ga yetib kelishdi.
surishtirishdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga topishib aytdiki: "Ey Abdul Muttolibning zurriyoti, sizlar Allohning qo'shnisisizlar. Sizlar bechoralarga yordam berasizlar, ochlarga taom berasizlar, mashaqqatga tushganlarga ko'mak ko'rsatasizlar. Bizni ham mashaqqatimizda bizga ko'mak ko'rsating ey Muhammad" dedi. Bizni qo'limizni o'zimizga qaytarib bering, aytgan dunyoyingizni, aytgan moli dunyoni qo'lingizga beraylik dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Kim o'g'linglar?" dedi. Ular aytdi: "Zayd ibn Horisa" dedi. "Bu qul emas, u ozod edi. Mana shunday ishlardan qul bo'lib sotilib ketgan" dedi. Rasululloh qaytarib bermasligini aytdi. Ya'ni sotmayman dedi. Ya'ni sotib olaylik deyapti bolasini. Sotmayman dedi. Yalinishadi, Rasululloh aytadi: "Shu sotishlikdan ko'ra yaxshiroq narsani taklif qilaymi" dedi. "Ha" dedi. "Zaydni chaqiramiz" dedi. "Ixtiyorni o'ziga beramiz" dedi. "Xohlasa sizlar bilan ketadi, xohlasa men bilan qoladi." Insofda cho'qqisini ko'rsatdi ey Muhammad dedi. "Rozimiz" dedi. Zaydni olib kelishdi va aytishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Ey Zayd" dedi, "Bu ikki kishini taniysizmi" dedi. "Ha" dedi. "Bu otam, bu amakim" dedi. "Ey Zayd, ixtiyoringiz qo'lingizda. Xohlang amakingiz bilan otangiz bilan birga yurtizga keting, xohlang men bilan qoling." Tasavvur qilib ko'raylik. Inson nimani ixtiyor qiladi? Qulchilikdimi yoki o'zini ota-onasi bilan xur bo'lib ketishlikdimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam birodarlar bizga go'zal ibrat, axloq namunasiga bo'lgan zot. U zot sallallohu alayhi vasallam mana mikriz bo'lgan bilan bo'lgan o'rtasida bo'lgan voqeani aytib o'tdik. Har bitta odamga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday bir chiroyli muomala qilardiki, har bitta odam Rasululloh meni boshqalardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'radi degan shuur qalbiga joylanib qolardi. Amr ibn Os roziyallohu anhu Hudaybiya sulhidan keyin iymonga keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga 13 yil Makka da dushmanlik qildi. 15 yil o'tgandan keyin islomga kirgan Amr ibn Osga payg'ambarimiz shunday bir chiroyli muomala qilardiki, islomga kelib hali 1 oy 2 oy o'tmasdan bir qo'shinga amir qilib jo'natib yuboradi, ko'nglini kasb qilishlik uchun. Xolasi yursa xolamasi yurmasin demagan. Har bittaning qalbini Rasululloh bittadan ushlab qasas qilgan. Abu Bakr, Umar oddiy askar bo'lgan qo'shinga islomga kirganiga hali 1 oy bo'lmagan yoki 2 oy bo'lmagan Amirni qo'mondan qilib jo'natdi. Har bittadan Rasululloh alohida muomala qilardi. Amr ibn Os kunlarning birida shunday erib ketdiki, Rasulullohning zo'r bo'lgan muomalasini ko'rib turib, mendaqa hech kim yaxshi ko'rmasa kerak dedi-da, "Ya Rasululloh" dedi. "Sizga eng yoqimli odam kim?" dedi. Nima hinday turibdi? "Ha, meni aytadi" dedi. Esa Oysha dedi. "Ya Rasululloh, erkaklardan aytyapman" dedi. Dedi, "Otasi" dedi. Amr fikr qildi, Abu Bakr haqli, islomga birinchi kirgan, Rasulullohning yonida turgan, safar hijratni bilan qilgan haqli. Keyinchi dedi, yana shunday turibdi. Desa, Umar dedi. Umar haqli. Rasulullohning duosi bilan islomga kirdi. Umar tufayli islomda Alloh taolo quvvatlantirdi dedi. Haqli dedi. Keyinchi dedi. Endi qilmayapti. Usmon dedi. Keyinchi Ali to'xtatib qo'ydi savol so'rashni. Chunki so'rasam deydi. Oxirida aytib qo'ymasin deb yarmida to'xtatib qo'yardi. Nimaga Amirda mana shunday bir fikr paydo bo'lyapti? Chunki Rasululloh unga muomala qilganda mendaqa hech kimni yaxshi ko'rmaydi degan narsani payg'ambar sollallohu alayhi vasallam singdira olgan. Shuncha Rasulullohning qalbini go'yoki qo'li bilan shunday ushlab kasb qilgandek edi. Zayd ibn Orasa mana shunday kasb qilingan kishilardan edi. Allohga qasam dedi. Hech qachon ota-ona menga Rasululloh Muhammad ibn Abdullohga muomala qiladi deb o'ylamayman. Men Muhammad bilan qolaman dedi. Otasi bilan amakisi bu narsani tushuna olmadi. "Bolam, qul bo'lishni xohlaysanmi? Ozod bo'lib ketaysanmiz bilan" desa, Muhammadga hech kim menga muomala qila olmaydi dedi. Bolani Rasulullohdan qolishligini ko'rgan Muhammad alayhisalom nima qildi? Ota-onasini, amakisini ko'yin to'ldirish uchun yetalada Ka'bani oldiga olib bordi. Butun arablar to'planib turganda, "Ey Quraysh" dedi. "Guvoh bo'linglar. Bugundan boshlab Zayd meni o'g'lim. Mendan nima qolsa uni merosxo'rim bo'ladi. Men uni merosxo'ri bo'laman" dedi. Ozod qildi. Shu kundan boshlab Zayd ibn Muhammadning o'g'li Zayd deyiladigan bo'ldi. Otasi va amakisi ko'yini taskin topdi, qaytib ketdi. Mana shu ixtiyori bilan otasi, qarindoshiligi, oilasi bir tomonda, Muhammad alayhisalom ikkinchi tomonda turganda tollab qanday narsani yutganligini hali Zayd bilmas edi. Bu nafaqat o'zini sayyid deydi bu zot. Bu zot avvalin oxirin bo'lgan.
Alloh azza va jallani ikki dunyoda bir aziz qilgan Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam ikki olam sarvarini ixtiyor qilgan edi. Bu Zayd ibn Horisa hali bilmasdi nimani ixtiyor qilganini. Yer yuzini adolat bilan, nur bilan to'ldirgan islom mamlakatini barpo qilingan bitta ustunlardan bittasi edi. Zayd ibn Horisa tirikligida jannatni o'ziga vojib qiladigan yo'lni tanlagan edi. Zayd ibn Horisa yutdi. Mana shu ixtiyorga hech qancha vaqt o'tmadi, Alloh subhanahu va taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga risolatini, vahiysini nozil qildi. Va Zayd ibn Horisa islomga kirgan birinchi erkak kishilardan bo'ldi. Rasulullohga birinchi iymon keltirgan Xadicha onamiz bo'lsa, ikkinchisi Zayd ibn Horisa, tashqaridagi erkaklardan birinchisi Abu Bakr, birinchi yosh boladan Ali roziyallohu anhu bo'ldi. Demak, islomga kelgan birinchi erkaklar qatorida Zayd ibn Horisa bo'ldi. Bu shunday bir katta binoda boshlanishi edi. Bu bunaqa bino tarixda misli ko'rilmagan edi. Va ana shu binoda birinchi ishi Zayd ibn Horisa bo'lishi sharafini Alloh taolo berdi. Demak, bu Alloh taoloning fazli edi. Xohlagan bandasiga beradi va Zaydga berishni Alloh taolo xohladi. Zayd ibn Horisa payg'ambarimiz o'zini otasidan ham ziyod yaxshi ko'rgandek, Rasululloh ham Zaydni o'zining o'g'lidan yaxshi ko'rgandan ko'ra yaxshiroq yaxshi ko'rdi. O'zini oilasidan deb sanadi, o'ziga nihoyatda yaqin oldi. Oysha onamiz payg'ambar alayhisalomni Zaydga bo'lgan muhabbatini quyidagi hikoyasidan bilib olsak bo'ladi. Zayd Madinadan tashqariga safar qildi. Bir necha kun yo'l bo'ldi. Va Madinaga kelib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizning hujrasida o'tirganda eshikda taqillatib qoldi. Zaydligini eshitib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu tizzasi bilan kimligiga o'ralgan holda yarim-yarim irg'ib turdi-da eshikni ochdi. Zayd ko'rib unagandan quchoqlab peshonasiga o'pib bag'riga bosdi. Oysha onamiz aytadi, mana shundan avval ham, mana shundan keyin ham Rasulullohda bunday yarim-yarim holatda ko'rgan emasman. Rasululloh Zaydni haqiqiy muhabbat bilan yaxshi ko'rdi. Chunki bu shunga loyiq kishi. To Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mana shu tabanni qilishlik harom bo'lgan oyat nozil bo'lguncha Muhammad ibn Abdulloh deyildi. Ana shu ud'uhum li'abaihim. Ana shu farzandlardan har bittasini o'zini otasini ati bilan aytinglar degan oyat nozil bo'lguncha Zayd ibn Muhammad bo'ldi. Shu oyat tushgandan keyin yana Zayd ibn Horisa deyiladigan bo'ldi. Zayd ibn Horisa